Жоңғар Дөшмі қабарлышчы Шинжаң шөйгісі алайда тарап қылған. Mamsa. Ta'sirli tilval muzika, mungsiz to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqaraylik. Jumhur ko'chma aloqasi uchur mutaxassisi. Uyg'ur tibobati xalqimizning uzoq asrlik tarixi taraqqiyoti jarayonida kasallikni oldini olish va uni davolash amaliyoti jarayonida to'plagan qimmatlik mo'l tajribalarining yakuni. U bugungi kunda xalqimizning sog'lomlik va o'zini kutish ishlarida o'zining qimmatlik rolini joriy qildirib kelmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Uyg'ur tibobat ilmining samaralik emgaklaridan biri bo'lgan Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli zo'r hajmdagi asarning ahamiyati ustida suhbat qilib boramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qatan tashrif qildi. Шинжаң Uyg'ur tibobat oliy texnikomi fan tadqiqot bo'limining mudiri, Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining mas'uli Abdukarim Tursunto'xta apandi. Шинжаң Islom dini institutidan Aziz Atavulla Sartekin apandi. Xush kelibsizlar. Qanday tamomlab chiqdingiz? Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Mushu qiziqlikda andiman mushishqa ishtirok qildim. Abdukarim apandi hamda mushu 12 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari degan mushu yirik asarninki ro'yobga chiqishida Aziz bilan ishqalarninki to'psi ko'rinar ekan. Siz tibib oilasi cho'ng ekansiz va mushu kasb ilm tahsil qilib hali hamma mushuni niyaviy etibsiz hamdi. Aziz apandi bo'lsa tilabat kasbida o'qigan. Mushundaq bir xil kasbiy o'qishmaslik ahvolasida sizlar qanday qilib fikr birligiga kelib, mushundaq zo'r ahli emgak talab qiladigan bir asarni qanday tamomlab chiqdinglar? Bu ishning orqa kuni shundoq. Men 5-avlod Tevib Tursunto'xta hojim oilasida tug'ildim, ham Tevib oilasida o'sib yetildim. Dadam mushu og'riqlarga chora qilish, kasal davolash va dori tayyorlash jarayonida yo'liqqan har qanday bir qiyinchiliklarni mushu qadimiy klassik asarlardan İksir-i Azam, Tibbi Akbar, Mizan Tevibga o'xshash kitoblarni qiraatxonasida kecha-kechalab tadqiq qilish va o'zlashtirish orqali mushu kilinkida va dorigarlikda yo'liqqan qiyin masalalarni hal qilayotganligini davomli ko'rib turgan bo'lg'achqa cho'qim mushu Uyg'ur tibobati qadimiy klassik asarlarini ügünüş ve onu çoğunqur tadqiq qilish kerak ekan deb tunib yetib, mushuni ügünüşkiga kirishdim. 88-yilgacha bo'lgan oraliqda dadam Tursunto'xta hojimdan mushu klassik asarlarga munosabatlik arab tili, faris tili, urdu tili va Chag'atay Uyg'ur tillarini qitirqinib o'rgandim va tadqiq qildim. Men mushu kitob jurnallardan Aziz Atavullaning Uyg'ur tibobati tarixiy tadqiqotiga munosabatlik hamda o'sha Uyg'urlarning yemak ichmak odati va uning Uyg'ur tibobati bilan bo'lgan munosabati to'g'risidagi ba'zi tadqiqot maqolalari va tarixiy tadqiqot maqolalarini o'qib bu kishiga kitob yuzida va qiziqib qolgandim. Kitob jurnallarni baholash yig'inida Aziz bilan didor ko'rishdik. Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Bu ma'lumning mushu jihatda iqtidori bor ekan. O'zimning qo'ldimi bir qator klassik asarlar bor. Ma'lumning qo'ldagi klassik asarlarni birlashtirib, bir tarjimaga o'rlashtirsak qanday bo'lar deb meni izlagan ekan. Men buni nihoyatda xushallik bilan qabul qilib, dadam saqlab kelayotgan buyuk klassik asarlarni, o'zimning qo'ldagi klassik asarlarni Azizga topshirdim. Aziz o'zining qo'ldagi ham Шинжаңның har qaysi joylaridan o'zi japoliq izlanib yiqqan klassik asarlarni to'plab uni tarjima qilish tayyorlik xizmatlarini ishlashga kirishib ketdi. Bizning bu buyuk asarni ro'yobga chiqarish xizmatimiz mushadan boshlandi.
men shu İslamiyet mağluqi Uyg'ur tibabatchilik tarixiga deb bir maqola yozgandim. Maqola yozish jarayonida shu chet el manbalarida saqlanayotgan va xanzi manbalarda saqlangan ba'zi bizniki Uyg'ur tibabati asarlarininki ba'zi parcha reseptlarni, ismliklarini ko'rdim. Shu jarayonda o Turkiyalik Suhayl Unva degan doktorninki Uyg'urlarda tibobat degan kitobini ko'rdim. Shu kitobda O'rta Osiyoda Turkiy millatlar tibobatini Uyg'urlar qo'g'dab qoldi. Uyg'urlar qo'g'dab qolgani sababli O'rta Osiyoda Turkiy millatlar tibobati taraqqiy qildi. Demak, Uyg'ur tibobati va shu Turkiy millatlar tibobatiningki saqlanib qolishida Uyg'urlarningki to'pisi alohida degan bir bayon bor ekan bu kitobda. Ben shu bayonni ko'rgandan keyin shu rasmiy yolg'onmi deb u kitobni qayta ko'rdim. Shu jarayonda andin shu turpandan topilgan qadimgi Uyg'ur yozig'idagi tibbiy vasiqalarniki parchalari bor ekan to'q. Qarasam bu reseptlar xuddi hozirgi tibda yozgandek. Ba'zi kasallikninki nom atalmasi, jarayonlarimi hozirgi tibda yozgandeklamda bu. Bu darvaqa Suhayl Unvaning digini to'g'ri o'xshamamdi deb shu